Sezapsizmi? Hozirgi kunda vaqt har doimgidana tezroq o'tib bormoqda. O'zi kechagina Yangi yilgacha qolgan kunlarni sanab, 2026-yilni intiqlik bilan kutib yurgandik. Mana 2026-yil ham keldi va bir zumda 2 oy ham o'tib ketdi. Hozirgi kunda hamma turli yo'llar bilan yangi texnologiyalardan foydalanib soqqa qiladi. Asosan sun'iy intellekt yordamida. Sun'iy intellekt barcha ishlarni juda tez va yuqori sifat bilan bajaradi. Bugungi kunda sun'iy intellekt yordamida ishlab, boshqalar bir oyda topadigan pulni bir necha soat ichida topish mumkin. O'zim ham sun'iy intellekt asosida ishlaydigan bot yordamida tradingda soqqa qilaman. Bunga hech qanday tajriba, bilim va katta sarmoya kerak emas. Men shunchaki botdan signal olaman va stelka ochaman. Bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Trading jarayonini to'liq ko'rsatib, oxirida topgan pulimni qanday qilib kartamga yechganimni ko'rsataman. Qani ketdik. Xo'p, savdoni boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin balansimizda 200 ming so'm mavjud. Xo'p, 200 mingni hammasi bilan savdo qilamiz bugun. Xo'p, botga o'tamiz. Botdan signal olamiz o'zimizga kerak bo'lganidan. Bizga kerak bu NSD, USD. Ko'rishingiz mumkin, bot yuqoriga signal berdi. Yuqoriga 1 daqiqalik stelka ochdim vaqtga to'g'rilab. Xo'p, kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zingiz ham yuqoriga 1 daqiqalik signal bergan. Men yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchi edimki, ya'ni men nimaga asoslanib har doim botimiz juda ham katta aniqlik bilan, ya'ni 90% dan yuqori aniqlik bilan signal beradi deman. Mana men sizga bir katta sababini aytib o'tib ketaman. Misol uchun bu botimiz litsenziyalangan Pocket Option Trading platformasida ulangan sun'iy intellekt orqali ishlaydi. Xo'p, siz bitta siz emas, bunda millionlab insonlar ishlatadi. Siz va o'sha odamlar ochgan stelkasidan, olgan signaldan, bozor holatiga qarab, bu bot doimiy ravishda o'z ustida ishlab keladi. O'shani hisobiga doim yaxshi natijalar beradi. Xo'p, bu yerda bizni 10 soniyada vaqtimiz kam qoldi. Hozir savdoni tugatib, yana men sizga aytaman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Xo'p, botdan signal olamiz yana. Ko'rishingiz mumkin, pastga signal berdi. Pastga 2 daqiqalik stelka ochdim. Xo'p, mana. Birinchi savdo tarixi. Mana o'shaning uchun ham doim bot o'zini ustida ishlagani sababli bozor qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar u o'z ustida ishlayapti-ku. Bu har doim bir xil analiz qilmaydi, har doim bir xil strategiya va har doim bir xil signallar emas. O'zini ustida doim ishlagani uchun 90% aniqlikda yaxshi signallar beradi. Mana nega men sizlarga bot orqali ishlanglar deb aytaman. Tradingni o'rganishiga 5 yildan ortiq umrini sarflagan odamlar ham bunaqa natijaga erishishi juda ham kamdan kam bo'ladi. Yoki juda ham ko'p pul silib qo'ygan bo'ladi, oqizib olgan bo'ladi. Yokida juda ham kam bu holat. 100 dan 2-3% da hosil bo'ladi. Ya'ni 100 ta odamdan 2-3 tagina safhiga shunaqa bo'lishi mumkin. Bizning botimiz esa tayyor sizga mana yordamchi xullas mana. Mana o'shaning uchun ham botimiz orqali ishlanglar deb aytaman sizlarga. Xo'p, bizning 1 daqiqa vaqtimiz qoldi bu yerda. Xullas shunaqa gaplar mana. O'shaning uchun ham botimiz juda ham katta aniqlik bilan ishlaydi. Men sizlarga o'shaning uchun doim aytaman, botimiz orqali ishlanglar. Men faqat gapda emas, amalda ham ko'rsataman sizlarga doim. Misol uchun savdo jarayonlari bilan pul ichgani hammasini men sizlarga jarayonlari bilan amalda ko'rsatib beraman. Keyin bir narsa aytmoqchi edimki, menga hech qanaqa atir, parfyumlar hidi yoqtirmayman. Men shunchaki men bunaqa narsalarning hidini yoqtiraman. Bularning hidi albatta o'zgacha. Da normal edi. Kiyimga buf urasiz, hidi ketmaydi qarochi. Xo'p, bizni 10 soniyadan kamroq vaqtimiz qoldi. Bu ochgan stelkamizga kuzatamiz unda. Xo'p, 3, 2, 1. Ko'rishingiz mumkin, ikkinchi ochgan stelkamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi bu yerda. Botdan signal olamiz. Afsuski bot signal yo'q dedi. Xo'p, yana bosamiz, signal tugmasini ko'rishingiz mumkin, yuqoriga yana 1 daqiqalik signal berdi. Nega bunaqa signal yo'q deb qoladi? Men sizlarga aytganimdek, bir vaqtning o'zida juda ham ko'p insonlar foydalanadi. O'shaning hisobiga bir nechta insonlarga signal yo'q deb signal atkazib berishi mumkin. Bunday holatlarda shunchaki yana signal tugmasini bossangiz bo'ldi. Yangi signal sizga beradi. Xullas.
bo'ldi men aytganimdek o'sha atirlar unaqa atir jinnisi bo'lmangiz ham misol uchun kimdirlar atirlarni yana soatlarni qanaqadir aksessuarlar jinnisi bo'ladi yoki opa singillarimiz sumchkalarni sumkachalar которые mana bunaqa kichkina asalchi sumchkalar bo'ladi o'zlarini xullas o'shalarni jinnisi bo'ladi man hech qaysini emas shunchaki bu narsalar shunchaki uydan chiqishdan oldin mana tirs mana tirs aqlli bola bo'lib mana hidi kirgan joyingizni buzadi короче конечно брат buzadi любой joyda xo'p savdoni davom ettiramiz unda yuqori kayfiyat bilan birgalikda albatta pul bu vaqtda ko'rishingiz mumkin bu o'tgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi botdan yana signal olamiz xo'p pastga signal berdi botimiz pastga 2 daqiqalik сделка to'g'irlab 2 daqiqaga vaqtiga to'g'irlab сделка ochdim ko'rishingiz mumkin 3 ta signal muvaffaqiyatli yakunlandi 4-si xudo xolasa hozir qanaqa natija bilan tugar ekan katta ehtimol bilan bu ham foydaga yopiladi xo'p kuzatib turamiz unda xo'p 3 soniya 2 soniya 1 soniya ko'rishingiz mumkin bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi xo'p ko'rishingiz mumkin savdo tarixi 4 ta signal ham muvaffaqiyatli yakunlangan 200 ming pulimiz 880 ming bo'ldi botdan yana signal olamiz ko'rishingiz mumkin pastga 1 daqiqalik signal berdi botimiz xo'p сделка ochdim to'g'irlab kuzatamiz va mana bu yerda o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin 5-chi ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi shu yerda bir ish qilamiz boshqacharoq yo'l bilan savdo qilamiz ko'rishingiz mumkin signal olamiz botdan xo'p pastga 1 daqiqalik signal berdi сделкani ochdim va kutamiz qanaqa natija bilan tugar ekan bang mana bu ochgan сделкamiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi ko'rishingiz mumkin 6 signal oldik 6tasi ham muvaffaqiyatli yakunlandi savdo tarixini ko'rishingiz mumkin bu yerda o'zingiz ham 200 ming so'm puldan 1.475 ming so'm qildik endi kartamizga chiqaramiz shundan 1.400 ming chiqaramiz xo'p o'zimizga kerakli bo'lgan kartani tanladik endi ikkalasi ham bor baribir hozir bu yerga karta egasi degan joyimizga o'zimiz yozamiz bo'ldi kartani saqlash bo'ldi hammasi chiroyli bo'ldi ko'rishingiz mumkin yechishga so'rov yuborildi va mana ko'rishingiz mumkin o'zingiz ham so'rov yuborildi botni mendan olishingiz uchun menga telegramdan yozishingiz mumkin telegramga havolani video ostida qoldiraman ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling